Asosiy narsa уже jigarni sirrozi yo'q. Zo'r. Jigar sirrozdan chiqdi. Da. Xo'p, gap bo'lishmas. Klinikada shuncha o'chir, shuncha odam kelyapti. O'zi bularda natija bo'lyaptimi deb shubha qilayotganlar diqqatiga. Hozir natijalar bilan tanishtiramiz. Klinikamizda shifokorlar juda ham ko'p. Sizlar kam ko'radigan shifokorimizdan natijalarni tanishtiramiz hozir. Guljoxon opa. Ichkarida bemor bor. Assalomu alaykum, mumkinmi? Doktor juda ko'pchilik bizdan so'rashyapti-da, natijalaringiz bormi deb. Natijani ozgina tanishtira olamizmi? Mayli, albatta natija. Mikrofon beraman sizga. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisizlar? Sizlar videoga tushsanglar maylimi? Zo'rmi natija? Allohga shukr. Guljoxon opam sog' bo'lsinlar. Da, mana bu kishi уже 2 даже 3 yildan beri oldindan jigarga qotish bor edi, sirroz qo'ydik. Hozirgi kunga уже sirrozi yo'q. Jigar yumshayib ketyapti. Kim tushunsa agar fibroskan 12.9 bo'lgan. Oxirgi tekshiruvi 8.9 bo'ldi, lekin hozir yana fibroskanga очередьga turibdi. Balkim yana undan ham yumshayib ketgan. Natija juda ham yaxshi bo'ldi. Men yaxshiman, Allohga shukr. Anchadan beri davolanasiz? Da, jigar yumshayib ketadi. Prosta unga vaqt kerak, sabr, toqat kerak va shifokor yozgan dorilarni qilish kerak. Mana Qrimdan kelgan edi. U ham 25 kilo tashladi. 150 ga yaqin edi. Ham jigari yumshayib ketdi. Tak, mana yana bitta bemorim bor. U 3 yildan beri qatnayapti. No jigari тоже juda ham yaxshi natija bergan. 13 yo 12.9 bo'lgan, hozir eslay olmayman. Fibroskanni natijasini ko'rish kerak. Bugungi kunda уже 7.9 bo'lgan. Juda ham yaxshi natija. Ham sahrli diabeti bor. U juda ham qiyin erishish ungacha. No, jigar yumshayib ketdi. Yaxshi bo'lganman, yaxshiman, ancha oldingidan. Hozir charchamayman ham, ish bezovta qilmaydi hech narsa. Zo'r, Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib keting. Eng asosiy narsa уже jigarni sirrozi yo'q. Zo'r. Jigar sirrozdan chiqdi. Da. Xo'p, gap bo'lishmas. Demak, transplantatsiyaga shoshilmasdan birinchi davolab ko'rish kerak. Albatta, chunki transplantatsiya qilishga ulguramiz hali. U transplantatsiya qilgandan keyin ham baribir bemor qatnashib yuradi, baribir lecheniya oladi. Uni 100% garantiya тоже yo'q, что transplantatsiya yaxshi o'tadi. Ungacha ani ko'rish kerak, balkim jigar yumshayib ketadi. Agar 1-2 yilning ichida natija bermasa, тогда можно уже bemorni transplantatsiyaga jo'natish. Lekin mana ko'p bemorlarim transplantatsiyasiz sirrozdan chiqyapti. Xudo